o'quvchilar. Kanalimizga tashlangan masalalarga yechim qilishga boshladik. Birinchi masalamiz KLM va NP vektorlarimiz berilgan. Yo'nalishlarga yaxshilab ahamiyat berishimiz kerak. K dan boshlanib L va M davom etyapti. Shunda ularda biz KLM vektorlarda umumiysini topib olishimiz kerak bo'ladi. Umumiysini topib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda men KLM ning Y proyeksiyasi yozib oldim. Ya'ni 5 katak bo'lganligi uchun mana bu joyda tasavvur qilsak 5 katak. KLM ning X tashkil etuvchisi bu yoqqa qarab 2 katak. Minusdan 2 deb oldim. X ga qarama-qarshi bo'lganligi uchun. Endi bu uchala vektorimizni tahlil qilib bo'ldik. P vektoriga keldik. P vektorimizni qarasak X o'qida 3 katak. X o'qida 3 katak va manfiy yo'nalishda bo'lganligi uchun minusni qo'yib oldim. Yuqoriga Y o'qida 1 katak. 1. N vektorimiz. N vektorining X o'qidagi tashkil etuvchisi bu yoqqa bo'lganligi uchun chap tomonga minus 1. Y o'qidagi tashkil etuvchisi pastga minusdan 4. 4 katak bo'lganligi uchun minusdan 4. Bunisi 1 katak bo'lganligi uchun minusdan 1 va qarama-qarshi yo'nalishda. Shu vektorlarimizda endi X va Y o'qlarda joylab oldik. KLM ning Y o'qdagi qiymati 5. P vektorimizning Y o'qdagi qiymati 1. N vektorimizning Y o'qdagi qiymati minusdan 4. Endi X o'qdagi qiymatlarni yozdik. N vektorimizning X o'qdagi proyeksiyasi minusdan 1, minus yo'nalishga yozdim. KLM ning X o'qdagi qiymati minusdan 2, mana minus 2 ni yozdim. P vektorimizning X o'qdagi qiymati minus 3. P vektorimizning X o'qdagi qiymati mana minus 3. Endi vertikal o'qni tahlil qilib olamiz. KLM 5 ga teng, bir xil yo'nalishda P, Y vektorimiz 1 ga teng. Yig'indisi 6. Qarama-qarshi yo'nalishda N, Y'imiz bor, minusdan 4. Shunda minusdan 4. Qarama-qarshi bo'lganligi uchun 6 dan 4 desak 2 qoladi. Endi X o'qdagisi o'zi hammasi bir xil yo'nalishda 1, 2, 3. Yig'indimiz 6 bo'ladi. 6. Minusdan 6 bo'lsa ham natijaga ta'sir qilmaydi. 6 ning kvadrati 36, 2 ning kvadrati 4, yig'indisi 40 Pifagor bo'lganligi uchun ikkalasini kvadratlarini yig'indisini ildizdan chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 40 da 4 ko'paygan 10 desak, 4 dan ildiz 2 chiqadi, 10 ildizda qoladi. 2 ildiz ostida 10 degan javobimizda to'xtalishimiz kerak. Ikkinchi savolimiz to'g'ri burchakli 4 burchak. Bizda A vektor, B vektor, A vektoriga yo'nalishlar S vektorimiz va D vektorimiz tik yuqori. D vektor bilan B vektorni vertikal o'qda tahlil qilib oldik. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lganligi uchun yo'nalishiga e'tibor bersak va uzunliklari ham teng bo'lganligi uchun ular bir-biri bilan yeyishib ketadi. Ya'ni yig'indi 0 bo'ladi. Endi A vektorimiz bilan S vektorimiz yo'nalishi bir xil bo'lganligi uchun ikkalasining yig'indisi 2 ta A yoki 2 ta S degan javobni olishimizga to'g'ri keladi. Uchinchi savolimiz. Bizda K va L vektorlar berildi. L vektorini K vektorini boshlanishiga proyeksiyalab oldik. K vektorini L vektorini tugashiga proyeksiyalab oldik va parallelogramga to'ldirish orqali natijaviy vektorni topib oldik. Endi proyeksiyalar yo'q deb turib, natijaviy vektorimiz X o'qda 3 katak, ya'ni 3 birlikka teng, Y o'qda 2 katak, 2 birlikka teng. 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati Pifagorga
qo'yib qo'yishimiz kerak. 3 ning kvadrati 9, 2 ning kvadrati 4, yig'indi 13 ildizda qoladi. 4-inchisi. Bizda kub shaklidagi jismda bu qirrasida k vektor, bu qirrasida l vektor, bu qirrasida m vektorlar bor. Bu tomoni bilan bu tomoni bir-biriga 90 gradusda kesishgan bo'ladi. K vektor bilan L vektorining natijavisi o'rta diagonalimiz bo'ladi. Bu diagonal kubda diagonal ildiz 2 A ga teng bo'ladi. Tomonini A deb berib qo'yganligi uchun K vektorimiz ham A ga teng, L vektorimiz ham A ga teng. K ning kvadrati plus L ning kvadrati. O'rnlariga A kvadrat, A kvadrat. Yig'indisi ildiz 2 A kvadrat bo'ladi. Undan ildiz 2 A qoladi. Endi bu ikkalasining natijavisini topib oldik. M vektor bilan natijavisi qanday bo'ladi? M vektor bilan bu KL ning natijavisi ham perpendikulyar holatda bo'lganligi uchun perpendikulyar Pifagor qoidasiga bo'ysunadi va ildiz ostida birinchisining kvadrati, ikkinchisining kvadrati yig'indidan ildiz chiqarib qo'yishimizga to'g'ri keladi. 2A kvadrat plus A kvadrat. Qo'shsak 3A kvadrat. A kvadrat ildizdan chiqarib qo'ysak ildiz ostida 3A qoladi. 5-inchi savolimiz. Gorizontga nisbatan 53 gradus burchak ostida L jismimiz yerga nisbatan 10 tezlik bilan yuqoriga ko'tarilib ketadi. Gorizontal sirtda K jismimiz 2v tezlik bilan bu yoqqa qarab ketadi. Endi ikkala jismning bir-biriga nisbiy tezligi topishimiz uchun bizga avvalo orasidagi burchak kerak. Yoyiq burchagimiz 180 gradus. Masalan, shartda 53 gradus deb bergan. Men o'zim topib oldim 127 gradus. 127 gradus. Endi ikkalasi nisbiy tezlik. Birinchi jismning tezligini kvadrati plus ikkinchi jismning tezligini kvadrati minus ikkalasi ko'paytmasining ikkilangani va kosinus 127 gradusdagisi ko'paytma holatda bo'ladi. 100 bilan 4 yig'indisi 104 v kvadrat bo'ldi. Plus nimaga plus? Kosinus 127 dan manfiy qiymatni olganligi uchun mana manfiy bilan musbat bo'lib ketadi. 2 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 2 40. Kosinus 127 da taqriban minusdan 0.16 ga teng. Minusini chiqarib oldik. 40 dan 0.16 ga ko'paytirsak 24 bo'ladi. Yig'indisi 128. 128'imizda 2 ko'paytirilgan 64 bo'lsak, 64 dan ildiz 8 chiqadi va kvadratdan 1 chiqadi. Ildizda ostida 2 qoldi. 6-masalamiz. Bu jismimiz shunday yo'nalishda. 2 katak yuqoriga, 1 katak chapga harakatda ketayotgan. U qaysi nuqtadan, mana yuqoridagi nuqta K, L, M, N, P nuqtalardan qaysi biriga chiqadi degan savol qo'yilgan. Mana bu joyda oqimning tezligi bor. Oqimning tezligini o'ziga parallel holatda jismning harakat boshlanish nuqtasiga proyeksiyalab olsak, bu ikkalasini natijavisini parallelogramga to'ldirish orqali natijaviy yo'nalish topib olamiz. Ya'ni shunday yo'nalishda ketadi. Davom ettirib qo'ysak N nuqtaga chiqadi degan javob bo'ladi. Keyingi savolimiz 7-savol. X jismimiz harakat davomida M nuqtadan chiqibdi. Shuni inobatga olib, Y jismimiz K, L, M, N, P nuqtalardan qaysi biridan chiqadi deyapti. Biz X jismning natijaviy tezligi M nuqtaga borishi uchun bu joyda oqim shu, ya'ni bir katak X o'qida deb topib olishimiz kerak va shu topgan qiymatimizni Y jism uchun, ya'ni ikkinchi jism uchun qo'llaymiz. Bir katak qilib bu yerga ham buni boshlanish nuqtasiga proyeksiyalab olsak, Y jism bilan oqimning tezligini
natijaviysini parallelogramga to'ldirish orqali topib oladigan bo'lsak, shu boshlanish nuqtasidan bir katak bu yoqqa. Chiqqan natijaviy tezlik yo'nalishini davom ettirib qo'ysak, u jism ham, ya'ni ikkinchi jism, y jism ham m nuqtaga boradi degan javob bo'ladi. 8-savolimiz. Birinchi poyezdning ustida bola turibdi. Bolaning tezligi 3, poyezdning tezligi 8 va ular sharq tomonga qarab harakat qilyapti. Ikkinchi poyezdda poyezdning tezligi 10 sharq tomonga, bolaning tezligi 6 g'arb tomon. Ikkinchi sistemadagi natijaviy tezlikni topib oldik. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lganligi uchun bolaning natijaviy tezligi sharq tomonga 4 qoladi. Birinchi jismdagi sistemadagi bolaning natijaviy tezligi bir xil yo'nalishda bo'lganligi uchun 8 3 qo'shiladi, 11 bo'ladi. Endi bu sistemada turgan odam o'zini tinch turibdi degan holatda buni qanday tasavvur qiladi? O'zi 4 bilan ketyapti, bu orqasidan 11 bilan ketyapti. Nisbiy tezliklari bizda 11 dan 4 ayirmasi 7 bo'ladi. Xuddiki go'yo mashina shu poyezd ustida bola tinch turgan holatda deb tasavvur qilsak, ikkinchi sistemadagi bola bunga 7 bilan yaqinlashyap turgandek bo'ladi. Ya'ni bunday harakatlanyap turgandek tuyuladi. Shuning uchun bu sistemadagi bolani o'ziga, ya'ni g'arb tomonga 7 tezlik bilan yaqinlashyapti deb tasavvur qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha